bitta kichkina xo'jayin degan bir ajoyib bolachamiz kelganida biz video qo'ygan edik. Boshim qotib qolgan edi. Bu nusxa kim? Nega kelibdi? Nega bunday kiyingan? Nega bunchalik semiz? Nega baxrayib qoldi? Kelgan zahotiyoq baqirib, hamma yoqqa buyruq bera boshladi. O'shanda tushuntirganimda 3-4 yoshgacha iloji bo'lsa kutish kerak, ya'ni yosh bolalarda sal uzoqroq davom etadi deganman. Lekin ko'pgina bemorlarimiz nimaga yosh bolalarni 2 yoshda, 1 yoshida bu vakuumni qo'llab bo'lmaydi yoki bo'lmasam nimaga bularda qiyin degan savolni berishgan. Qiyin emas. Faqat suyaklar hali yaxshi qotmagani, paylar hali tog'ayga aylanmaganini hisobiga hali yumshoq bo'ladi. Bularda orqaga qaytib kirib ketish oson bo'ladi. Birinchi sababi shu. Ikkinchi sababi bola 4-5 yoshda bo'yi ancha o'sib oladi. Ya'ni aktiv, birinchi aktiv o'sish paytidan o'tib olgan bo'ladi. Shuni hisobiga bularda stabil natija uzoqroq turadi. Chunki biz bilamiz, aktiv o'sish paytida ayniqsa bizning girdobsimon deformatsiyamiz chuqurlashib ketish xususiyatiga ega. Shuni oldini olish uchun, ikkinchidan uzoq muddat qo'llab yuraverishi oldini olish uchun ham chaqaloqlarimiz yoki bo'lmasam 3-4 yoshgacha bo'lgan bolalarimiz gapga hali tushunmaydi, injiqlik qiladi, yig'lashi mumkin, lekin og'riqqa juda sezguvchanlik bo'lishadi. Shularni e'tiborga olib biza bularga kattaroq bo'lganida davolaymiz deymiz. No, shunga qaramasdan mana 1,5 yasharlik patsientlarim ham bor. Natijasi zo'r bo'lyapti. Ular o'zligisi xohlashganligisini e'tiborga olib biza boshlaganmiz. Va natijamiz yaxshi, yomon emas. Faqat ular bilan kelishib olganmiz. Sizlarga 1 yildan ko'ra ko'proq vaqt ketishi mumkin deb ular bilan kelishib olganmiz.